bor mijozlar. Necha marta keldi? Hammaga tushuntirib. Ishlamading ham. Yo'q, ishlamaydi emas janob. Bunaqa xodimlar so'zlariga hamma tayyor. Sizga nima masalar bo'lishi? Nima masalangiz bo'lishi? Bunlar mutaxassis keladi. Sizni masalangizni shu oxiriga yetamiz. Masalangizni albatta harakat qilamiz, ijod qilish kerak. Sizga nima masala? Bekzod. Bekzod. Viza katta. Sizlar shug'ullanasizmi? Chorvachilik bo'yicha bo'lsa, biz prezidentni 312-qaror asosida 3 yil imtiyozli da'vo bilan 6 yil muddatga yillik 22% ustun to'lash sharti bilan kreditlarimiz bor. 100 milliongacha garovsiz. 100 milliondan yuqori bo'lsa, o'shanda yaxta, fyuzer bo'lishi. Shundan aylanmasi bo'lishi. Agar sizga shu tartibga to'g'ri kelsa, 312-qaror bo'yicha siz chorvachilik kredit chiqarishga haqli beramiz. Sizga so'ragan o'chirgan bizlarmi? Anchalarga ularga harakat bo'lib, sizga masalaga o'z chiqamiz. Agar tartibga to'g'ri kelsa, shu masaladan hal beramiz. Qaysi yo'nalish? Sizga chorvachilik qaysi mamlakat? Sharoit bormi shu yarasha? Bo'lsa, sizga masalaga to'g'ri chiqamiz.